Tezkor va muhim xabar: Toshkent metrosida yo'lovchi poyezd yo'liga tushib ketdi. Nima bo'lganini video davomida bilib olishingiz mumkin. Videoni oxirigacha tomosha qiling va tezkor yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. 2-may kuni Toshkent metrosining G'afur G'ulom bekatida ayol kishi ehtiyotsizlik oqibatida poyezd yo'liga tushib ketdi. Bu haqda Toshkent metropoliteni axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, hodisa soat 21:35 atrofida 40-sonli harakat tarkibi bekatiga kirib kelayotgan vaqtida sodir bo'lgan. Kutilmagan vaziyatda mashinist tezkor va aniq harakat qilib, poyezdni zudlik bilan to'xtatgan hamda barcha zarur xavfsizlik choralariga amal qilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yo'lovchi jiddiy tan jarohati olmagan. U voqea joyiga yetib kelgan tez tibbiy yordam xodimlari tomonidan ko'rikdan o'tkazish uchun olib ketilgan. Qayd etilishicha, hodisa metro harakati jadvaliga ta'sir ko'rsatmagan. Hozirda barcha poyezdlar belgilangan jadval asosida harakatlanmoqda. Idora yo'lovchilardan metroda xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilishni so'radi.